Uyqum kamayib qoldi, kechasi uxlay olmayman. Va 2001dan beri so'lim bo'yda uxlab qolib, 10 kun 2001-yilda o'sha dehqonchilik paytida suvli bo'yida uxlab qolgansiz kechasi o'zgarish paydo bo'lib, o'sha joydan chiqib ketib qoldi. boshqarayotgan bunday bo'ldi. Uyqum qochdi, jahlim chiqadigan bo'ldi. 25 yildan beri qiynalib yuribman. 3 yil, 4 yil foyda berdi. 3 yil, 4 yil yaxshi bo'lib yurib, keyin sog'lig'ingizda o'zgarish sezganingizdan keyin yana davolanish uchun kelasiz, to'g'rimi? Bu yil odam vafot etdi. Umuman kechasini uxlayman. O'shaning uchun o'shanday har xil to'y, ma'raka, o'shanday marosim, odam ko'p yig'iladigan joyga bormaslik kerak. Umuman bor. Vrachlarda aytgan dorilarni ichib uyda yaxshi yurish kerak. O'shanda o'zingiz sog'lig'ingiz yaxshi bo'lib, uzoq vaqt o'sha uyda yurasiz. Shifoxonaga qaytib kelmaysiz. Dorilarni o'z vaqtida uyda ichib yuradigan bo'lsangiz. Bu mana necha kun bo'ldi yotganingizga? 2 kun bo'lgan. 42 kun bo'lib qoldi. Ancha yaxshisiz. Mana ko'rinishingiz, gaplaringiz hammasi juda yaxshi. Nasib bo'lsa endi javob bersak ham bo'ladi menimcha sizga. Xudo xolasa 1-2 kun yana lichenlarni olsangiz javob beramiz. Maylimi? Kayfiyatni yaxshi qiling, tushkunlikka tushmang. Hop, yaxshi bo'lib ketasiz nasib bo'lsa. Otam yo'qotgandan keyin nazar boshdi. Hayo yaxshi bo'ladi, endi hammada bo'ladigan voqea. Demak, bu bemorimiz bilan gaplashib, hamma kasallik haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Bu kasallik shizofreniya deb ataladi. Ya'ni shizofreniyaning ham har xil turlari, bosqichlari bor. Og'ir darajadagi shizofreniya kasalligining og'ir darajadagi holati hisoblanadi. Endi uzoq vaqtdan beri lichena olib, mana shu shifoxonada davolanib kelmoqda. Endi yilda bir marta, 2 yilda bir marta lichena olib davolanib ketadi. Shuni hisobiga yaxshi yuradi. Shizofreniya kasalligiga chalingan bemorlarimiz mana shunday davolanishlari shart va har doim nazoratda bo'lishlari talab qilinadi. Shu o'rinda bir narsani murojaat qilib aytib o'tib ketaman. Juda ko'p bemorlarimizni mana shu kasallik boshlangan paytida bizga murojaat qilishmaydi. Guvohi bo'lganimiz 10 yil, 15 yillab даже har xil mutaxassislarga ko'rsatib, har xil mulla eshonlarga ko'rsatib, o'qitishi boshqa qilib, juda kechiktirib, og'ir holatlarda bizga olib kelishadi. Murojaatim shundaki, ruhiy holatida qandaydir bir o'zgarish siz sezdingizmi, farzandingizmi, qarindoshingizmi, iloji bo'lsa qo'shningizmi, kim bo'lsa ham, bir marta bo'lsa ham murojaat qilib ko'rsatish kerak. O'sha psixiatrga, mana rayon psixiatri bor, viloyatga olib kelish kerak. Tushunadigan kasallik, tushunadigan hech bo'lmasa umumiy amaliyot shifokoriga ko'rsatsangiz ham o'sha kasallik haqida ma'lumot berib, sizga yo'nalish ko'rsatadi. Shuning uchun o'z vaqtida qachonki murojaat qilinsa, bu kasallik og'ir holatga olib kelmaydi. Yaxshi bo'lib ketadi va asoratlari juda kam bo'ladi.